Mana shunaqangi chiroyli atmosfera sizga yaxshigina xonadon tavsiya qilamiz. Bu joylardan ko'pchilik biladi. Sotiladigan kvartira chiqish ehtimoli juda ham kam, sababi universitetdagi mana shu universitetda joylashgan kvartiralarimizga egalari joylashib olishgan, sotishga majbur bo'lmasa sotishmaydi. Yaxshigina variant chiqyapti bizga. Xudo xolasa kvartiramizni ichida kirib aytib o'taman. Buxoro shahar universitet deb kelaverasiz. 2-liniyada joylashgan ushbu kvartiramizni kredit qilib berish sizga imkoniyatimiz ham bor. Albatta like bosib tarqatamiz. Qolgan ma'lumot ichkarida ketdik. Kvartiramiz proyekti juda ham yaxshi, 6 metrlik balkonli. Mana shu shafran deb kelaverasiz, yo bo'lmasam prima universitetning o'zi. Etaj ham juda ham zo'r, главный eshigidan boshlab to'lig'icha almashtirilgan yaxshigina xonadon sizga tavsiya qilyapman. Nasib etsa birma-bir ko'rsatib o'taman. Adashmasam kiraverishda mana bu tomonda relsning mana bunaqangi chiroyli eshiklarni qilib qo'yishgan, to'lig'icha kafel. Endi bu kvartiramiz bir xonalik hisobida 6 metrlik balkoni bor, lekin 6 metrlik balkonni deski sifatida foydalansangiz bo'ladi. Juda ham zo'r. Aristonlargacha qo'yib qo'yishgan, smestitillari ham juda ham zo'r. Mana bu esa bizning kvartiramizning xonasi. Aniqcha aytib o'tsam, dekoratsiya mana bunaqangi sistema hozirda zamonaviy bo'lib ketdi. Isitish tizimi sentralniga ulangan, chiroyli pardalari ham bor. Bir ko'rsatamiz endi, kelaverasamiz o'zjon. Mana bu yerda bizning oshxonamiz joylashgan. Oshxonamiz ham komfortkasi, moykasi mana bunaqangi garniturasi bor, shochchiklari o'rnatilgan. Bu yerda esa bizning 6 metrlik balkonimiz. Shu holatiga mana shu atmosferani bitta ko'rsatsam, senga tabiat muntazir degani, maza qilib. Endi universitetdan ko'p kishi so'rashadi, narxini 28 ming AQSh dollarida chiqaryapmiz. Qolgan ma'lumot esa pastdagi raqamlarimizda. Like bosib tarqatish esdan chiqmasin. Salomat bo'ling.